Siz o'zingizni gaymarit bo'lib qolganligingiz haqida shubhalanyapsiz. O'zi gaymarit kasalligini belgilari qanaqa? Bugun shu haqida gaplashamiz. O'zi gaymarit belgilari qanaqa bo'ladi? Asosan burun bitishdan boshlanadi. Spreylarsiz nafas olish qiyin bo'ladi. Burundan yiringli ajralma kelib boshlaydi. Oldiniga shaffof bo'lib kelayotgan nima yiringliga aylanadi. Yiring burun yuqori jag' bo'shlig'i sohalarida, peshona sohalarida yig'ilganda, engashganda ayniqsa og'riq kuchayadi. Yana bir turida gaymaritni tishdan bergan formasida burundan keladigan yiring ayniqsa hidli bo'ladi. Bu odontogenni gaymaritni belgilarini bildiradi. Keyingi belgilaridan bu tana temperaturasining ko'tarilishi, subfebril temperatura. Undan keyin bosh og'rig'i, umumiy bosh og'rig'i, holsizlik. Mana shu belgilar gaymarit belgilariga kiradi. Agar sizda yuqoridagi belgilar kuzatilsa, lor shifokoriga murojaat qiling yoki pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga albatta yordam beramiz.